Propanchilik yuborib qo'yasizlar. 7000 so'm hisobla yaxshimi? O'zbekistonda propan narxi nega oshganiga izoh berildi. Ijtimoiy tarmoqlarda propan narxi 6200 so'mdan 7000 so'mgacha ko'tarilgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Raqobat qo'mitasi bunday narx oshish sabablarini aytdi. Qayd etilishicha, 2025-yilda birjada jami 358 ming tonna suyultirilgan gaz sotilgan. Shundan 61% mahalliy, 39% import mahsulot. Yanvar-iyul oylarida mahalliy gaz ulushi o'rtacha 80% tashkil qilgan bo'lsa, avgustdan boshlab u pasayib, 2025-yil dekabrda 35%, 2026-yil yanvar boshida esa 10% ga tushgan. Buning sababi mahalliy mahsulot aholi va ijtimoiy soha ehtiyojlariga yo'naltirilgan. Mahalliy import mahsulotining boshlang'ich va sotilish narxi o'rtasida 40% gacha tafovut mavjud. Raqobat qo'mitasi ichki bozorda narxlarni barqarorlashtirish maqsadida monitoring o'rnatgan. Shuningdek, qo'mita ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini narx oshishiga sabab bo'ladigan ma'lumotlarni tarqatmaslikka chaqirdi.